Qadrli tomoshabinlar, assalomu alaykum. Umid etaman, har yerda bo'lsangiz sog' va salomat bo'lib, dunyo qiyinchiliklari hech qachon sizni kulbangizga aralashmay, hamisha kulgu parvonasi lablaringizda pirillab tursin. Yanada ham avvalgi va'da berganimizdek, sizlarga Javuzjonon YouTube kanali orqali Misrobod mahallasida bo'lib o'tgan shonli to'ylardan birini sizlarga taqdim qilishni ma'qul bildim. Umid etaman, ushbu to'yda bo'lib o'tgan musobaqalar pahlavonlarimiz ushbu to'yni qiziqtirish uchun turli ulusvolliklardan ushbu to'yga tashrif keltirganlar sizlarni qoniqarli ko'rishlari bilan qoni qilsalar. Mana o'shanday ko'rasiz, hakamlar, qariyadorlar va hamda Misrobod xalqi oldiga kelib mashvara va yo ham kengash qilyaptilar. Bu to'yda bo'lgan kurashchilar va pahlavonlar kurash qoida va qonunini buzmasinlar. Ularga Misrobod mahallasining qariyadori, hurmatli Shafo qariyador ham ularga maslahatlar berdilar. Mana bu ham esa hakamlar va pahlavonlar taboq olish uchun tayyorgarlik olmoqda va to'y esa boshlandi. Biz esa sizga to'ydan to'piqcha degan o'rnida va to'y boshida bo'lgan boshqa pahlavonlarimizning ushbu to'yda bergan musobaqasini highlight turda ko'rgazib o'tamiz. Ammo videoni esa ushbu to'yda kurash tutib va xalqni qiziqtirgan ikki pahlavon, har birisi Bismillo Muhammadiy hamda Azizullo Tag'an pahlavonning to'liq musobaqasini oxiriga qadar sizga taqdim etamiz. Umid etaman, barnoma yakuniga qadar biz bilan bo'lasiz. Umid etaman, ushbu video klip sizga yoqimli tamom bo'lib va qolgan bo'limlarini esa keyingi video kliplarda sizga havola qilamiz. Video yakuniga qadar biz bilan bo'ling. Tavoqlar e'lon bo'ladi, kelib jo'ra bo'lsin. Mana shu maydonga qo'yilgan tovoq, avval tovoq 50 dollar bir salchapon. Barmasa, buni barmasa Abdulmunir Rashidi Muqima Turkiya tarafidan beriladi. Bismillah Muhammadiy. Mudirjoni Turkiya. Aziz Tag'an pahlavon va Bismillah pahlavon ikkovi jo'ra bo'ldi. Tag'an polvon. Toyir Faqiri. Mahbubullo Jalil. Ikkilanchini ham 50 dollar bir salchapon. Barg'isi va buni barg'isi Gulbiddin Mo'mini Muqima Turkiya tarafidan beriladi. Sulton Husaynoboy qaror Gulbiddin pahlavon va Boyqarab pahlavon jo'ra bo'ldi. Ushlanchini ham olib boring. Ushlanchini ham 2000 afg'oni bir salchapon barg'isi va buni barg'isi Navoid Ashar Shirg'on Muqima Turkiya tarafidan beriladi. Mana buni ham qaror ko'rasiz, Said Komil pahlavon olib keldi. To'rlanchini ham olib boring. To'rlanchini ham 15 afg'oni bir salchapon barg'isi bor. Buni barg'isi Mavluddin Turkiyasoz Muqima Turkiya tarafidan beriladi. Shukr pahlavoni Nara. To'rlanchini ham Shukr pahlavoni Nara. Sherali pahlavon Solih Hoji Ko'jora bo'ldi. Mana bu 5lanchini. Mana bu qalbim davo. 5lanchisini ham 1 million xoni bir salchapon barg'isi bor. Astag'firullah, aqchodar kim kelsa kelsin. Polvon aqcha. Jo'ra bo'ling, jo'ra. Qadrli tomoshabinlar, o'shandagi video avvalida aytib o'tdik. Mana Bismillo pahlavoni Muhammadiy hamda Azizullo Tag'an pahlavon ikkovi jo'ra bo'lib maydonga chiqdi. Va ular esa bir-birini sanash uchun va hurmat qo'yish uchun bir-biriga biri oldin va yana biri keyin o'yinni va yo ham kurashni boshladilar. Biri yaqasidan va yana biri esa belbog'idan tutmoqchi bo'lyapti. Lekin Aziz Tag'an pahlavon esa o'zini ortroqqa olib borib belbog'idan tutgani qo'ymayapti. Bismillah Muhammadiy hamda Aziz Tag'an pahlavon Javuzjon viloyatining otqozongan pahlavonlaridan biri ikkovi maydonda, lekin ikkovi ham bir-birini yaqalaridan tutib o'z amallarini oshirishga ulguradi, lekin
amal oshirishga bir-biroviga vaqt bermayapti. Hakamlar ham har yoqdan aylanadiki, bular kurashning qoida va qonunlarini buzmasin deb. Xo'p, qani ko'raylik qani nima bo'ladi va kurashda qaysi g'olib bo'ladi va qaysi mag'lub va yo ham ikkovi masoviy bo'ladimi? Lekin oshira olmadi. Xo'p, yaqasidan tutyapti. Lekin Aziz Tag'van Pahlavon hamda Bismillah Muhammadiy Pahlavon bir-biriga arslondek qolib, ikkovi yana ajrashdi. Hatman ikkovi ajrashib yana qayta kurashni boshlaydi. Ajdar o'zbekona urf odatga ko'ra shunday pahlavonliklar to'y marosimlarida, Navro'z bayramlarida va hamda o'g'ilni sunnat to'yi qilish to'ylarida shunday kurash musobaqalari oraga tashlanadi. Va pahlavonlik rasm odati esa o'zbek xalqiga ota bobolaridan qolgan urf odatga mos pahlavonlik ham davom etib kelmoqda. Va ikkovi ham maydonda turibdi. Kurash boshlandi. Yanada ham bir-birovini maydon orasida Xo'p, Tag'an Pahlavon Bismillah Pahlavonni chil beryapti, lekin Bismillah Pahlavon ham o'z mahoratidan ish olib, xo'p, u oyoqni yildirdi, lekin chil xato yeb ketdi. Shonasidan tutdi. Bilmadim nima bo'ladi. Xo'p, o'zini shonagardon qilmoqchi bo'lyaptimi yo'da? Xo'p, ikkovi ham nima uchun deganda kuch va qudratga ega bo'lgan pahlavonlardan biri hech qaysi ham bir-birovidan qolmasligi mumkin. Nima uchun deganda hozirgi zamonda ikkovi ham shunday ot qozongan pahlavonlardan biri yanada ham ajrashdi. Maydonning oyoqlarida boshqa pahlavonlar ham kurash tutib kelyapti. Ushbu kurash musobaqasi esa Javjon viloyatiga tegishli bo'lgan Musrobot mahallasida Nur Ahmad Boyqironing to'y marosimida bo'lib o'tgan musobaqalardan biridir. Va xo'p, yanada ham kurash o'sha shon va shavkat bilan boshlandi. Bismillah Pahlavon Muhammad oshmadi. Bilmadim, ikkovi bir-birini yiqitmaydimi yo'da bir-biriga zo'ri yetmayaptimi. Xo'p, Bismillah Pahlavon Muhammadiy hamda Aziz Tag'an Pahlavon maydonda. Xo'p, Misrobod ulusi, Oqcha Beshtala ulusoligi, Xo'jaduka ulusolligidan ham ushbu to'yga mehmonlar qatnashgan. Ular ham ushbu musobaqani nazorat qilib boryaptilar va hakamlar ham ikki ko'zi pahlavonlarda. Xo'p, har qanchaki bir-birovini yiqitmoqchi bo'ladi, lekin yiqishga vaqt bermayaptilar. Yana ham ajrashdi. Ikkovini ham ko'ksini qalqon qilib, bir-biroviga arslondek qarashyapti. Xo'p, ammo pahlavonlar ham arslondan kam emas, yana ham kurash davom etyapti, lekin Aziz Tag'an Pahlavonning qo'li Bismillah Muhammadiy Pahlavon, Aziz Tag'an Pahlavon Bismillah Muhammadiy o'rab oldi, lekin belbog'ini tutishga vaqt bermadi Bismillah Pahlavon. Aziz Tag'an Pahlavon ham uni arslondek olg'a surib kelyapti, lekin chap tomonida esa Bismillah Pahlavon va rost tomonida esa Aziz Tag'an Pahlavon, lekin vaziyat o'zgardi. Birisi bu yoqqa o'tdi va yana birisi bu yoqqa. Ushbu to'y esa Misrobod mahallasida Nur Ahmad Boyqironing to'y marosimida bo'lgan kurashlardan biri. Va biz esa sizga shu kurashlarni kurash muxlislariga taqdim etishni o'zimizga ma'qul bilamiz. Xo'p, kurash davom etmoqda. Bismillah Muhammadiy Pahlavon hamda Azizulloh Tag'an Pahlavon xalqni o'ziga qiziqtirib, orada natija nima bo'lar ekan deb xalq va Misrobod mahallasining yosh ulug'lari, yosh kichiklari, to'y egalari. Lekin vaziyat boshqacha bo'ldi, u yana ham ajralib ketdilar. Meni ko'rishimcha ushbu musobaqada g'olib bo'ladigan kishi ko'zimga ko'rinmaydi. Shoyat ham kurash musobaqalarining qoida va qonuniga ko'ra masoviy bo'ladimi deb chil bermoqchi bo'ldi, lekin o'z amalimga o'zim oshmay, o'zim yiqilmaydi. Bismillah Pahlavon o'zini ortga tortdi.
va Aziza tag'in pahlavon esa uni belbog'idan tutdimi yo yoqasidan tutgan ekan va belbog'idan esa tutishga vaqt bermayapti ekan. Menimcha agar pahlavon bir qo'lini belbog'idan o'tkazib, yana birini kift tomonidan olsa, tez yiqiladi. Qoba ajradi, lekin yanada ham kurash boshlandi. Qani natija nima bo'ladi? Biz esa kuzatib boramiz. Va siz ham esa agar shunday kliplarni yoqtirsangiz va bizni himoya qilish uchun Javuzjonon YouTube kanaliga sahifasini like bosing va bizga obuna bo'ling. O'zbek tilida guzarish va yo ham ana shunday reportajlarni eshitaman desangiz, har doim bizlarni qo'llab-quvvatlab turing. Xo'p, kurash davom etmoqda. Aziza tag'in pahlavon, bismillah tag'in, bismillah Muhammadiy pahlavonning yoqasidan oldi, lekin bismillah Muhammadiy ham o'zini ortga tortdi. Yanada ham xo'p, bismillah Muhammadiy Aziz tag'in pahlavonning kiftidan tutdi va u yana ham ajraldi. Xo'p, ajralib ikkovi ham maydonga ko'ksini qalqon qilib, xo'p, menimcha natija o'zgaradi. Xo'p, o'shandek reportaj boshida aytib o'tdim, bu ikki pahlavonning ko'rinishidan belli ediki, ikkovi masoyi bo'ldi. Ikkovi ham o'zbekona urf-odatga ko'ra sovrinlarga ega bo'ldi. Mana bu ham Aziza tag'in pahlavon hamda bismillah Muhammadiy pahlavonning kiftiga chapanlar tashlashdi. Umid etaman ushbu reportaj sizlarga ma'qul tomon bo'lgan bo'lsa va reportaj yakuniga qadar biz bilan bo'lganingiz uchun sizga minnatdor. To yana uchrashguncha xayr, sog' va amon bo'ling. Va boshqa videolarni kuzatish uchun esa bizga obuna bo'ling, Javuzjonon YouTube kanalini like bosing. Xayr, salomat bo'ling.